Hürmetli vatandaşlık işçilerimiz davamlaştırımız. Bugün çiğsağ 2020 yıl 1. ayının 2020 yıl 1. ayının 8. günü haftaga çarşamba. Mavzumunda 5 burcaklık bina Amerika Yaponiya ittifaqı Jungo tahdidiga önemli takabül turish kerak deb ko'rsatdi mavzuli xabar. 1. ayning 8. gün Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar undaq boshlandi. Washington Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministrligining yuqori darajalik amaldorlari mundaq dedi. Amerika ve Yaponiya Jungo'dan keldigan tahdid to'g'risida o'rtaq bilish bo'lishi va kelgusiga nazar tashlashi lozim. Yaponiya Amerika ishga taraf bexatarlik yetib keladigan har xil xiristlarga birdek taqobil turishi lozim. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa Ministrligi Hind Tinch okeani ishlar bo'yicha yordamchi ministr David Helvi haftanın 2. günü yani 1. ayının 7. günü hadisin tadqiqat o'rni muhokama yig'inida mundaq ko'rsatdi. Yaponiya Amerikaga o'xshashli erkin echib etilgan Hind Tinch okeani rayoni bo'lishni kapolatga ega qilishni umid qiladi. Lekin Jungo Janubiy dengizda va Sharqiy Jungo dengizida qistab kelyotdi. Kelgusimizga tahdid va xiris paydo qilyotdi. Tayvanda o'tkaziladigan saylan paytlarida Yaponiya bilan Amerikaning harbiy ittifoqi Jungoning mumkin bo'ladigan tahdidga qanday taqobil turish kerak deb savol qo'yilganda David Helvi mundaq dedi. Tayvan bo'g'zining tinchligi va muqimligi Amerika, Yaponiya ishki davlatning nishonidir. Lekin Helvi Amerika va Yaponiyaning harbiy jihatda qanday tayyorlik qilayotganligi to'g'risida bir nima demadi. Helvi mundaq ko'rsatdi. Jungo va boshqa har turli xiristlarga taqobil turishni ko'pchilikdan tirishchanligiga tayanishimiz kerak. Jumladan Amerika va Yaponiya ko'p tirishchanlik ko'rsatib Amerika Yaponiya harbiy ittifoqini unumga ega qilishimiz lozim. Yaponiya qo'g'dinish nazoratining vaziri Sin Bin bu muhokama yig'inida mundaq dedi. Yaponiya uzun yillardan beri Amerikani muqim bozi muhiti bilan ta'minlab keldi va xarajatni o'rtaq ustiga oldi. Baza deganda harbiy baza bilan ta'minlab keldi va xarajatni o'rtaq ustiga oldi. Sen bilmen mundaq dedi. Jungo armiyasi birinchi Orol liniyasi o'tib keldi. Jungoning avomatchilari uzun o'tmay Tinch okeanda davomli faoliyat qiladi. Amerika Yaponiya ittifoqi borgan sari xiris va tahdidga duch keladi. Yaponiya davlat mudofaa xarajatini o'stirishi lozim. Amerika bilan birlashib 6-avlod harbiy aeroplan yasashni va tadqiq qilishni ching tutish lozim. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasining yuqori darajalik bir nafar amaldori mundaq dedi. Amerika Jungo bilan to'qinish qilmaydi. Lekin o'zining manfaati va qimmat qarashlarini cho'qim qo'g'daydi. Bu amaldor yana mundaq dedi. Biz o'zining xalqi bilan, o'zining qo'shnilari bilan tinchlikda birga turadigan gullangan Jungoni ko'rishni xohlaymiz. Lekin shu kunlar yetib kelishdan burun biz cho'qim ko'krak kirib, o'ttirg'i chiqib, uning yovuz qilmishlariga qarshi turishimiz lozim. Ya'ni biz cho'qim ko'krak kirib, o'ttirg'i chiqib, uning, ya'ni Jungoning yovuz qilmishlariga qarshi turishimiz lozim.